Assalomu alaykum. Bugun tutashmalarni ko'rib chiqamiz. Hop, biz mana bu birinchi variantni chizishni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda mana bu aylanalarni, rasmlarni ko'rib olamiz. Hop. Biz demak, mana buni center aylanani mana bu center radiusga olamiz. Shu yerdan demak chizishni boshlaymiz. Birinchisi demak bizda diametri mana 10 ekan. Demak radiusi 5 qilib olamiz. 5 enter. Mana shuncha bo'lyapti. Buni ozgina surib olamiz. Surish uchun mana bundan foydalansak bo'ladi. Endi radiusi 13lik yana bitta aylana chizib olamiz. Demak, shuni o'zidan mana ushlaymiz. Belgilab turib, mana bu yerdan tortib turib, demak, klaviaturadan inglizchaga o'tkazib olamiz. Mana bu yerdan hop, ruschasini bossak, mana keyin probelni bosamiz. Demak, mana bu aylanadan bizga hozir kopiya olib berdi. Demak, 13 yozib turib, enterni bosamiz. Keyin escape ni bosib chiqib ketaveramiz. Keyingi aylana ham chiqdi. Endi mana bu markazdagi aylanani topib olamiz. Demak, u yerdan mana bu markazidan mana bu yergacha 55 tushgan ekan. Demak, bu markazini ko'rsatish uchun biz mana bu yerdan object snap settings ga kirib select all olamiz. Hammasini belgilab olamiz. Agar bu narsa yo'q bo'lsa sizlarda mana bu yerdan mana buni hop 2D object snap'ni yoqsanglar mana ikkovini mana yoqib olishinglar kerak. Demak, mana bu yerda bu narsa chiqadi. Bu yerda hammasini yoqib oldik. Okey. Endi mana bunda bunday olib borsak aylanaga liniyani bosgan holatda mana liniya ishga tushdi. Centerni ko'rsatib beradi. Shu yerda mana pastga tushamiz. Keyin mana buni bosib olsak, mana bu faqat 90 gradus to'g'ri chiziq chizib beradi. Demak, mana shu yerdan mana pastga bunday tushamiz. Tushayotganda 55 yozib turib, hop, enterni bosamiz. Va mana bunday ko'rsak, endi bizda mana 55 chizildi. Endi escape ni bosib chiqib ketamiz. Chiqib ketdik. Endi hop, aylana chizib olamiz yana bitta. Demak, mana buni diametri 32 ekan. 32 bo'lsa, radiusi 16 lik bitta aylana chizamiz. Aylanaga o'tamiz. Markazini ushlab, demak 16 enter. Mana bo'ldi. Endi yana bitta aylana olamiz. Demak, mana bu markazini chizib olamiz. Mana bu o'qlarni. Hop, demak buni ham hop, diametri 66 ekan, radiusi demak 33 bo'ladi. 33 yozamiz. Mana bo'ldi. Endi keyingisi demak mana bu katta aylanamiz. Bu demak 90 ekan mana. Diametri. Hop, bu demak bizda 45 bo'ladi. Radiusda mana chizib oldik. Endi mana bu aylanalarimizni olamiz. Demak, hop. Bu aylanalarimizni chizamiz. Demak, mana bu markazdan eng kattasi necha ekan? Markazdan bitta aylana chizamiz. Radiusi 87 ekan. Demak, 87 ga bitta chizib olamiz. Yana aylanani bosib 87. Mana. Endi keyingisi, o'rtadagisi, demak bizda necha ekan? 76. Demak, shu yerdan mana yana aylana olib 76 yozamiz mana. Bo'ldi. Endi mana bu markazini topib olish uchun biz yozamiz mana 30 gradusda bo'lish kerak ekan. 30 gradusda bo'lish uchun demak mana buni bunga qo'yib turib, mana bosib turib 30 60 ga qo'yib olamiz. Endi liniyani bosib shunday qilsak, mana bizda yashil yonadi o'zi. Bitta qo'yamiz. Bu yoqqa ham
mishkani probelni bossak, mana yoki liniyani o'zini bosib ishlasak bo'ladi. Mana bunday olib borsak, mana yashil yonadi o'zi 30 gradusda. Mana bu. Demak, mana shu gradusda bizda aylanamiz bor, mana bu yerda. Demak, bu aylanamiz bizda mana 3-teshik deb qo'yibdi. Demak, bu diametri 12 ekan, radiusda bizda 6 bo'ladi. Demak, aylana yana olamiz. Mana bu markazni ushlab, demak 6 yozamiz. Keyingisi demak bizda mana radiusi 11 ekan. Aylana olamiz yana 11 yozamiz. Mana bunga bo'ldi. Endi yana bitta aylana olamizda, mana bu yerda shunday chizib turib, shunday olib kelsak, mana bu yerga bir burchakka ushlatsak, demak bizda keyingi mana bu aylana ham chiqdi. Endi yana bitta liniya olamiz. Pastga to'g'ri chizib olamiz. Bu aylanani ushlab, mana buni ham ushlab olaylik. Kopiya qilamiz. Demak, mana copy sentrini ushlab, mana bitta bu yerga, bitta mana bu yerga qo'yamiz. Escape ni bosib ketamiz. Mana buni demak o'chiramiz buni. Delete. Mana bo'ldi. Endi mana bu ortiqchalarni demak o'chirsak bo'ladi. Bizga hozir xalaqit beradi. Mana bu jumlatni topoldik biz. Demak, bizda mana trim bor. Shuni ushlab bitta bosib mishkani chap tugmasi orqali mana bunday mana chizib olamiz. Ha, demak bizda pastki qismi chiqdi. Endi mana bu yerdagi aylanalarni qilib olamiz. Xo'p, aylanani qilish uchun demak bu bizda necha ekan? 8 ekan diametri. Bu diametri demak 8 bo'lsa, radiusi demak 4 bo'ladi. Mana bu yerdan chizishni boshlaymiz. 4 yozamiz. Endi buni ko'paytirib olishimiz kerak. Buni bitta-bitta kopiya qilib chiqmaymizda. Bizda o'zi tayyor bor. Ya'ni mana arrayni mana bu yerga o'tib, over arrayga o'tsak, mana turibdi. Endi obyektni belgilaymiz. Belgilab bo'ldik. Probelni bosamiz. Endi markazini belgilaymiz. Aylanish markazi. Mana buni belgilasak, mana aylan. Endi bizda nechta? 12 ta teshik bor ekan. Demak, mana bu yerga items turibdi, ya'ni soni. Bu yerga demak 12 yozamiz. 12 yozsak, mana 12 ta teshik o'zi gradus bo'yicha aylantirib berdi. Bu har biri 30 gradusdan aylanyapti. 360 gradusda aylandi. Close array deb mana buni bosamiz. Bo'ldi. Endi asosiy mana tutashmalarni boshlaymiz. Demak, bizda mana bu to'g'ri chizig'ini chizamiz birinchi. Mana liniyani ushlaymiz. Liniya mana ishga tushdi. Endi shift ni bosib turib, mishkani o'ngini bossak, mana bizda mana bu yozuv chiqadi. Demak, mana bu tangentni bosamiz va aylanani ixtiyoriy joyida mana bunday ushlasak, o'zi ushlab beradi. Keyin yana uni ushlab bo'lgandan keyin shift ni bosib, yana mishkani o'ngini bosib, yana shuni bosamiz. Endi mana bu aylanani shunday ushlasak, mana chekkasiga to'g'rilab ushlab berdi. Endi xuddi shuni mana belgilab, bizda mirror bor. Shuni bosamiz, mana mirror ishga tushdi. Markaziy nuqtasini ushlab, mana pastga shunday tortamiz va bizda mana buni manbasini o'chiraman deyapti, yo'q deymiz. Bu ya'ni bu yerda ham qolishi kerak. Mana bo'ldi. Endi ortiqcha birovni aylanani o'chirib yuboramiz. Uning uchun bizda demak bor 3. O'chdi. Demak, mana bu yerda buni ham o'chiramiz. İşte endi mana bu yerda tutashtirishimiz kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Xo'p. Birinchi o'rinda mana biz fillet bor. Mana bundan foydalansak ham bo'ladi. Filletni bosamiz. Bosib turib, mana birinchi aylanani ushlaymiz.
bizda keyin yozuv chiqadi mana pastda radius deb. Bu radiusga bitta bosib, mana bu radiusni beramiz. Demak 32 ekan, 32 yozamiz, enterni bosib, ikkinchi mana bu aylanaga bunday ushlatsak, mana bizda bo'ldi. Demak mana bu tutashma hosil bo'ldi. Mana buni keyin chiqarib qo'yamiz. Endi bu yog'ini qilishimiz kerak. Shunchaki mana filletga yana bossak, endi razmer kiritib o'tirish shart emas, shunchaki buni ushlab, shunday olib kirsak, oxirgi bergan radiusimiz o'zi ishlaveradi. Endi trend ichida bizda extended degan narsa bor. Mana shunday bosib turib, extended ga o'tsak, mana buni o'stirib qo'yamiz. Bizga mana bu narsa hosil bo'ladi. Mana shu tarzda demak chiziladi. Endi buni chizib oldik. Hop. Endi mana chiziq turlarini qilishimiz kerak. Chiziqni endi mana bularni qalinlashtiramiz. Mana bu o'qlarni ham qo'shishni o'rganamiz. Demak, birinchi o'rinda mana buni qalinlashtirib olamiz. Buning uchun mana hammasini belgilab, mana bu yerdan demak 40 ga qo'yib olamiz. Bizda hozir hammasi o'zi qalinlashdi, faqat ko'rinmayapti. Biz bu yerda qalinligini ko'rsatish uchun mana bu joydan biz qo'shib olishimiz kerak. Line weight. Mana qo'shildi bizda. Bunday o'chirsak, mana pastda chiqyapti. Bo'ldi. Mana endi bossak, mana bizda qalinlashdi. Endi mana bu qalinlashmadi. Sababi bu hali ham arrayda turibdi. Uni endi hattoki o'chirib ham yoki boshqa narsa qilib ham bo'lmaydi. Aytaylik, mana shu yerdan orasidan o'chirib olmoqchi bo'lsak, hammasi mana delete bossak, hammasi o'chib ketadi. Shu yerda buni ajratib olish uchun bizda explode degan narsa bor. Home ga qaytib turib, mana buni bossak, mana bizda hammasi ajradi. Endi yana shuni belgilaymiz. Belgilab, mana bu yerda mana 40 qo'yamiz. Mana bo'ldi. Endi mana bu chiziq turlarini o'zgartirishimiz kerak. Hop, uzuv chiziq va sentri chiziqlar kerak bo'ladi. Demak, hop, mana buni ushlaymiz. Ushlab turib, buni qalinligini 0.5 qilib turaveramiz. Chiziq turini mana hozirga o'tib turib, bu yerdan qo'shamiz. Load qilamiz. Bizga mana bu kerak. Keyin mana bu ikkalasi kerak bo'ladi. OKni bosamiz va OK. Endi buni belgilab, bizda bu markaziy chiziq ekan. Mana bu yerda mana buni bosamiz. Endi buni bosamiz yoki mashinada mana kopiya olib qo'yamiz. Patch propertiesga o'tib, bundan svoystvasini olamiz, mana bunga mana beramiz. Va mana bunga ham ozgina mana beramiz. Endi qaysi qoldi? Bunga berib qo'ysang ham bo'laveradi. Endi bunga uzuq beramiz. Demak, buni berib, buni 0.5 qilib qo'yamiz. Endi bu katta bo'lib ketdi. Buni ozgina kichaytirish uchun mishkani o'ngini bosib, properties degan narsa bor. Shunga kirib, aytdan line type scale bor. Shunga demak 0.3 qilib qo'ysak, bizda demak mana bo'ldi. Endi bularga razmer berishimiz kerak. Razmer berish uchun demak bizda hop mana bular katta bo'lib ketdi, shularni kichaytirib olamiz yoki mana trimni bosib turib kesib olamiz. Ozgina aylana chizib olamiz. Endi bizda extended bor edi. Mana o'stirib qo'ysak, demak bizda mana o'sadi. Endi mana uni o'chirib yuboramiz. Mana bo'ldi. Razmer qo'yish uchun bizda hop mana dimension bor.
Shunda demak razmer qo'ysak bo'ladi. Birinchi o'rinda mana aylanalarni qo'yamiz. Buning uchun mana bu yerga kirib, radiusliga radiusli qo'yamiz. Mana radiusni bosib, mana bunga shunday bossak, o'zi mana chiqarib beradi. Hop, radius o'zi bunga qo'yilgan ekan. Radius bunga qo'yamiz. Bunga diametr qo'yilgan ekan. Diametr qo'yamiz. Endi mana bularga ham demak diametr qo'yilgan ekan. Mana bu aylanaga ham qo'yamiz. Hop. Endi mana bu aylanaga ham qo'yibdi. Endi mana bu kattasiga qo'yildi. Endi mana bu teshikka probelni bossak, o'zi oxiriga ishlatganimiz chiqadi. Diametr. Hop, mana bunga radius berilgan ekan. Demak, bundan mana radiusni belgilab shu holatda mana qilamiz. Keyin mana bularga ham o'zi radius berilgan. Bu va mana bu. Shu holat. Endi mana aytgan mana radius berilgan. Endi oraliq razmerlari bor. Bu razmerlarni mana bu yerdan liner o'tib bersak bo'ladi. Mana bu markazini ushlab, bu markazgacha mana bunday qilamiz. 5 va mana bu yerda gradus qo'yamiz. Gradus qo'yish uchun bu yerdan demak mana buni qo'yamiz. Buni belgilab shunday qilamiz. Keyin yana belgilab mana bunday belgilasak, o'zi mana tayyor chiqarib beradi. Demak, mana shu tarzda razmerlar qo'yiladi. Endi bunga pechat berish bor. Pechatga berish uchun hop, mana buni bosamiz. Bosgandan so'ng bu yerda mana qog'ozni turini, ya'ni AutoCAD General Documentation ga bosamiz. Qog'ozni razmeri ISO A4 va mana bu portret turibdi, bizga tikkamachay. Hop, keyin mana bu yerdan windowni bosamiz. Ya'ni oynadan mana chegarasini ko'rsatib berishimiz kerak. Mana shu tarzda. Endi bu yerga centerni bosamiz. Bu qog'ozni centeriga joylab beradi. Apply to layout qilsak, mana bo'ldi. Endi preview qilsak, mana ko'rish uchun mana shu holatda chiqadi. Demak, buni endi saqlash uchun mana bu yerdan shunchaki buni bosib рабочий stolga yoki boshqa joyga qilsak bo'ladi. Masalan, рабочий stolga bitta papka ochib, papka ochildi bu yerdan. Unga mana bitta bossak, mana bu narsa chiqadi. Attachment yozamiz. Enterni bosib kirib, variant 1 deb mana PDF holatda saqlanib bo'ladi. Save deb bosamiz. Va mana ko'rish uchun ko'rsatyapti, unga bosamiz. Mana demak chizmamiz pechat qilish holatiga keldi, ya'ni rasm holatiga. Endi buni saqlanch qilish uchun bu faylimizni mana bunga bosib, save asni bosamiz. Xuddi shu mana рабочий stol. Рабочий stol inglizchasida desktop chiqadi. Mana tutashmaga kiramiz. Bu yerdan demak var 01 desak bo'laveradi. Bu yerda yili turadi. Buni shunchaki temaymiz buni. Save ni bosamiz. Demak mana manzilini ko'rsatib berdi. Endi mana shu papkaga kiramiz. Mana рабочий stol. Mana kirsak, mana bu AutoCAD fayl, bu mana PDF. Demak, chizmamiz. Mana shu tarzda demak chizmani chizib bemalol pechatga bersak bo'ladi.